tarixdan uzagan bu safar bizga shuni jakarlaydiki, muhit seni o'zgartmasin. Sen muhitga qul bo'lma, balki sen iymoning bilan muhitga bir ma'no bergin. Assalomu alaykum qadrli hadis sing'illarim. Kelgusining me'morlari bo'lgan mehribon onalar. Bugun biz bu davrning eg'ir savollari bilan yuzishib turyapmiz. Atrofimizga shunday qaraydigan bo'lsak, musulmon ayolning roli bargan sir oddiylashib, uning jamiyat va avlod inshosidagi ulug' obrazi xunuklaşib ketayotgan bir manzarni ko'rmoqdamiz. Nurg'un onalar yot ellarning bo'ronchab qo'llarida zamonaviy hayotning tirkishlari ichida o'zini chorasiz his qilmoqda. Avlodlarining oldida ojiz, muhitning oldida savodsizlik tuyg'ulari men nima qila olmaydim deydigan miskinlikka cho'ktirmoqda. Uni savol qo'yib boqayli. Raslan musulmon ayolning bir millatning va bu ummatning ustidagi roli haqiqatan shunchalik ojizmi? Aslida ayol zoti tunji inson otimiz Odam alayhissalom bilan hayot ko'rishiga atlangandan boshlab tarixning chaqini aylantirishda nihoyat muhim rollarni o'ynab keldi. Qaranglar, ulug' Robbimiz Qur'oni Karimda Havvo onamiz, Osiya, Maryam, Hajar va Sara onamizni tilga olganda bizga faqat oddiy bir shaxsni emas, bir irodani va o'rnak elinishi kerak bo'lgan ruhni ishorat qilgan bo'ldi. Hazrati Musa alayhissalomning onasining qalbiga vahiy qilib, ochisini qo'rqmas bir nazoratchi qilib, bila qizni donishmand bir hukmron qilib tasvirlaganda bo'lsa, ayol zotining zihni va ruhiy kuchini butun olamga jakarlagan bo'ldi. Islom tarixining tunji sahifasini yechib baqadigan bo'lsak, bu ulug' dinda tunji bo'lib Rasulullohga iymon etgan va ergashgan kishi Hazrati Xadija onamiz edi. Bir ummatning tirilishiga vasila bo'lgan qadamlarning biri Hazrati Hajar onamizning qadami edi. Safa bilan Marvada yugurayotgan millionlagan er va ayol musulmonlar bir onaning ochgan yo'lida eng katta ibodatni ihyo qiladi emasmi? Islom yo'lida tunji bo'lib shahidlik martabasiga yetgan qahramonimiz bo'lsa Hazrati Sumayya onamiz. Faqat bo'la emas, islom dunyosining eng buyuk olimlari bo'lgan Imom Buxoriyni, Imom Shofiyni, Imom Ahmad ibn Hanbalni va qudratli podshoh Muhammad Fatih Salohiddin Ayyubiylarni yana shu muborak onalar yetishtirdi. Ular faqat bola boqmadi, balki bir ummatning taqdirini o'zgartiradigan insonlarni tarbiyalab chiqdi. Agar bugun biz o'zimizni ojiz his qilayotgan bo'lsak, bu Qur'on va sunnat bizga bergan ruhning ojizligidan, rolning kichikligidan emas, balki bizning ashu nurliq manbalardan asta-asta yiroqlashib, uning tigidagi mohiyatini yiroqlashib ketganligimizdan. Biz bugun tarixiy qissalarni faqat o'qib qo'yish yoki anglab hayajonlanish uchun emas, balki haqiqiy ravishda bilish va tatbiqlash uchun, tadqiq qilish va hayotimizning manbasiga aylantirish uchun hikmat ko'zimiz bilan qarashimiz va o'qishimiz kerak. Musulmon qiz ayollar o'rgangan bilimlar nazariyadan halqib, amaliy bir harakatga aylanganda, ayol kishining qalbidagi o'zgarish avlodining ruhida aks etishga boshlaydi. Shu vajidan biz tarixdan tarixga nomli ushbu darsimizni hozirlab chiqdik. Bu dars Nil bo'yidagi qasrlardan Taklimakonning qumliqlarigacha, Madina ko'chalaridan Aziz diyorning zindonlarigacha uzargan hikoyalarning mahsulidir. Tunji darsimizni butun dunyo xatoni normal deb turib olgan vaqtning o'zida Fir'avnning qasrini o'zining iymoni bilan titratgan, bizga ichki kuchnishning sirini o'rgatadigan Hazrati Osiya onamizning hayoti bilan boshlaymiz. Bu darsning eng yadroli qismi bo'lsa, zulmdan shakllangan qasrni iymoni bilan titratgan, bizga ichki kuchlanishning nima ekanligini o'z hayoti bilan ko'rsatib bergan Hazrati Osiya onamizning nurli hikoyasi. Kelinglar, zihnimiz bilan minglagan yillar ilgirki Nil bo'yiga, dunyoning eng hashamatlik, ammo eng zulmatlik qasriga birlikda safar qilaylik. Misr tuprog'i Fir'avnning mustabidligi ostida titrayotgan, o'zini Xudo deb jakarlagan bir zolimning qahri hamma yerni qoplagan kunlar edi. Bu dahshatli qasrning ichida dunyoning butun jalbkorligi va boyligiga cho'mgan, ammo qalbi poklik va marhamat bilan to'lgan bir ayol yashaydi. U bo'lsa Osiya binti Muzahim edi. U Fir'avnning xonishi, dunyoning eng qudratli ayoli edi. Ammo uning ko'zida bu qasrning oltinlari bir tutam to'pi bilan barobar edi. Chunki uning yuragida hech kim bilmaydigan bir haq nuri tutishga boshlagan edi. Bir kuni Nil daryosining to'lqinlari bir kichik sanduqni qasrning qirg'oqlariga elib keldi. Sanduqni ochganda ichidan dunyoga nur chachqudek go'zal bir buvoq chiqdi. Bu buvoq bo'lsa Hazrati Musa alayhissalom edi. Fir'avn yangi tug'ilgan nurg'un buvoqlarni o'ltirish buyrug'i bergan bo'lsa-mu, Osiya onamizning qalbidagi marhamat tuyg'usi Fir'avnning zulmidan ustun keldi. U Fir'avnga qarab, bu buvoq
men uchunmi, sen uchunmi ko'z nuri bo'lg'usi. Uni o'ltirmanglar deb turib oldi. Mana bu bir ananing zolimning sistemasiga qarshi tunji marhamati va tunji qadami shunaqli isyoni edi. Bir avlodni qutqizish yo'lida tashlagan tunji strategiyalik qadami edi. U Hazrat Musa alayhissalomni zolim bir avinning qasrida, ammo Allohning qo'g'dishi va o'zining mehribonligi bilan o'stirib chiqdi. Oylar o'tdi, yillar o'tdi. Hazrat Musa alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida Osiya onamiz uningga iymon etdi va hech ikkilanmasdan o'zining yushurun iymonini ham vaqti kelganda jakarladi. Uning uchun endi xonishlik martabasining, zibuzinnatlarning hech qanday ahamiyati qolmagan edi. Firavun bu xabarni olgan vaqtida qahridan etilib keldi. U butun dunyoga Xudo ekanligini da'vo qilib tursa, eng yaqinidagi ayolning o'zini rad qilishi Firavunning normallashtirilgan kufr sistemasining o'zil kesil g'olishining qadamlaridan biri edi. Firavun Osiyani jazolash orqali boshqalarga ibrat ko'rsatmoqchi bo'ldi-da, uni qumliqdagi qiziq toshlarning ustiga yotqizib, put qo'llarini mix bilan yerlarga qoqqizdi. Uningga iymoningdan qayt, seni yana xonish qilaman degan nurg'un go'zal va'dalarni bergan bo'ldi. Qo'rqitib tahdid solgan bo'ldi. Ammo Hazrat Osiya onamizning jismi maqlangan bo'lsa-mu, ruhi allaburun Firavunning sistemasidan halqib ketgan edi. Qiynoqlar eng dahshatli pallaga yetganda Hazrat Osiya onamiz azobdan inglamadi, balki ko'k qarab kulimsirdi. Nimishqa kulimsiraydi? Chunki u qasrdagi yolg'on jannatni emas, haqiqiy jannatdagi o'rnini ko'ryapti. Shu daqiqalarda uning tilidan butun tarixni titratgan, bugungi onalarning yurkiga malham bo'lg'uchi ana shu o'lmas duo to'kildi. Ey Robbim, menga o'z dargohingda jannatda bir uy solg'in. Meni Firavundan va uning amilidan qutqizgin. Meni zolim qavmdan qutqizgin. Firavun uning kulganligini ko'rib, bu ayol sarong bo'lib qoldimi? Biz qiynavasaq u xushal bo'lyotdi deb masxara qildi. Ammo u bilmaydiki, Osiya onamiz qalbida bir ichki hokimiyat qurgan. U hokimiyatning birdan bir igidori bo'lsa, mehribon Alloh edi. Uning haq tasavvuri shunchalik kuchli ediki, Firavunning butun qo'shini uning irodasi oldida ojiz qoldi. Alloh subhanahu va taolo uning jinini elishdan burun uningga jannatdagi maqomini ko'rsatdi. Uni dunyodagi butun ayollarning sardori qildi. Qadrli qarindishim, Osiya onamiz bizga shuni o'rgatdiki, kuch atrofda, muhitda yoki faqat shakl moddiyatda emas, balki haqiqiy kuch insonning qalbida, yurkidagi iymonida. Siz dunyodagi eng zolim sistemining ichida turgan taqdiringizning o'zidami dunyodagi eng kuchli inson bo'la olasiz. Siz bir uyda yolg'iz turibmi, bir avlodni, bir Musoni yetishtirish orqali butun bir tarixni o'zgartira olasiz. Mana bu bizning ushbu darsimizda sizga berishni arzu qilgan uchurimiz bo'lsa, haq ideyasining oldi bilan qalbimizga va yurkimizga mustahkam o'rnishining zarur ekanligi. Biz mushu nuqtadan turib, yurkimizda Hazrat Osiya onamizning sabotini olgan holatda o'zimizning g'ayrib ammo sharafli tariximizga, ya'ni Ibbarxon onamizning ruhiy dunyosiga qarab birlikda safar qilaylik. Shundoq bizga Hazrat Osiya onamiz Nil bo'yida bir sistemining zolimning ichida turib, ichki hokimiyatni, haqiqatning tug'ini qanday qurishni o'rgatgan bo'lsa, hamda tarixiy ko'zimizni o'zimizning tuproqidan chiqib, yot elning so'q saroy zindonlarida g'ayrib qolgan, ammo ruhi hech qachon taslim bo'lmagan, dunyo mata uni oldiyanmagan yana bir buyuk onamizga Ibbarxonga boraymiz. Kelinglar, Qashqarning xushburoq gulzoridan Beijingning oltin qafaslargacha uzargan ashu sadoqat hikoyasini birlikda anglaylik. Ibbarxon onamiz muborak diyor Qashqarning munbat tuproqida iymon va g'urur bilan yetishgan bir Uyg'ur ayol edi. Ammo taqdirning ig'ir sinoqlari bilan u vatandan ayrilib, Qianlongning buyrug'i bilan Beijingdagi xon sarayga majburiy elib ketildi. Qianlong uning go'zalligiga, so'latiga maftun bo'lgan bo'lsa, Ibbarxon uchun u yer dunyodagi eng qo'rqinchli bir turma edi. Chunki u yerda uning kimligini, e'tiqodini, g'ururini yo'qotish uchun planlangan normallashtirish siyosati ko'rib turinyotdi. Qianlong Ibbarxonning ko'nglini elish va uni o'ziga taslim qilish uchun Beijing sarayining ichida bir xiyoliy jannatni yasadi. U Qashqarning bozorlariga o'xshaydigan ko'chalarni, masjidlarni, hatto Ibbarxon sig'ingan gul-giyohlarni shu yerda qayta barpo qildi. Podshoh uningga, "Mana, sen sig'ingan Qashqar, sen faqat menga taslim bo'l, ruhingni menga ber, bu rohatning ichida yashaysan. Nima desang, sening oldingga shuni hozirlaymiz" dedi. Bu dal bugungi iste'mol jamiyatining bizga masjidingmi bo'lsin, halol tomoqingmi bo'lsin, lekin ruhing bizga beqinni bo'lsin. Mustahkam aqidang bo'lmasin, Allohga bog'langan kuchlik irodang bo'lmasin degan sistemaning hujumining o'xshi edi. Ammo Ibbarxon onamiz oshu parqaraq qafasning ichidagi yolg'on Qashqarini rad qildi. Chunki uning nazarida Qashqar oddiy bir jo'grafiyali emas, balki bir iymoniy prinsip, milliy va ruhiy g'ururining namoyandasi edi. U podshohning
teklipiga qalbidagi Osiya onamizning ruhi bilan va yingiga yushirgan ashu kichikina xanjar bilan javob berdi. U xanjar bir podshohni o'ldirish uchun emas, balki bir ayolning o'z kimligini, ippitini va milliy nomusini qo'g'dash yo'lidagi oxirgi g'ururining sipili edi. U yot elning sarayida yolg'iz qoldi, ammo hech qachon o'zini chorasiz, bechora, ojiz his qilib, ashu muhitning uning sunganlariga erib ketmadi, qabul qilmadi, muhitga aldanmadi. Balki uning ichida shundaq bir ichki hokimiyat bor ediki, sirtdagi kuchli podshoh qanchalik kuchli bo'lishidan yoki uning oldiga qanchalik dunyolarni to'kib o'tishidan, uning nafsi orzu qiladigan rohat farog'atni uning bergan taqdirning o'zidimi uning ruhini asir qila olmaydi. U sarayning sovuq tomlari orasida turibmi Qashqarning hurlik ruhini yurgida yashatdi. Nihoyat u o'zining pokligi va g'ururi uchun sharaflik holatda vafot bo'ldi. Uning vafoti bir yengilish emas, balki bir sistemaga qarshi qilingan eng buyuk jang va uning uchun g'alaba edi. Qadrli qarindoshlarim, Iparxon onamiz bizga shuni o'rgatdiki, agar bir ayol o'zining kimligiga va e'tiqodiga sodiq bo'lsa, uning ruhi Allohga bog'langan bo'lsa, u butun dunyo maishatlaridan ziyoda Allohning planini, Allohning rizosini eng ustun holatga qo'ya olsa, butun bir dunyoning parqaroq to'zoqlari uni o'z rangiga bo'yanmaydi. Bugun biz yashayotgan ushbu yot ellar bizga asta-asta dunyoning eng go'zal, eng jazibdor taraflarini ko'rsatyotdi. Asta-asta aldinib ketyapmiz, xo'sh yoqyotdi, chiroyli ko'rinyotdi. Lekin bizga haqiqiy kerakligi aslida mana mushu dunyoning maishatlari, xushal-xuram hayoti emas, balki Iparxon onamizning ana shu yengiga yoshiringan xanjiri, ya'ni tavranmas iymoni va milliy g'ururi uchun to'lanadigan badallari edi. Hazrati Osiya onamiz Fir'avnning qasrida bir Musoni yetishtirish orqali tarixni o'zgartgan bo'lsa, Iparxon onamiz yot elning qasrida o'z kimligini qurbon qilmaslik orqali bir millatning yengilmas ruhini bizlarga miros qoldirib qo'yib ketdi. Bizning vazifamiz mana mush ikki buyuk onamizning ruhini birlashtirib, bugungi yashayotgan muhitimizni bir tarbiya maydoniga, bolalarimizni bo'lsa birdan Musolarga aylantirishdir. Tarixdan tarixga uzargan bu safar bizga shuni jakarlaydiki, muhit seni o'zgartmasin. Sen muhitga qul bo'lma, balki sen iymoning bilan muhitga bir ma'no bergin. Endi birlikda o'ynab baqayli qarindoshlarim. Biz bolalarimizning qalbiga tunji bo'lib nimani singdiryapmiz? Ularning ruhi, ideyasi, fikri tunji bo'lib nimalarning ustiga qurilyapti? Ularga qaysi xanjarni omonat qilyapmiz? Qaysi sabatni va qaysi haq ideyasini ularning ruhiga singdiryapmiz? Vassalom.